Kvartirant bor kvartira. Sotishda eng katta xato. Xaridor keladi. Shovqin, begona narsalar, boshqalarning hayoti, diskomfort. Va shu yerda bitti. Men shu yerda yashayman degan his yo'qoladi. Kvartira metrga emas, hissiyotga sotiladi. Ichida boshqalar yashayotgan bo'lsa, mening uyim effekti yo'q. Tozalik va hajm sezilmaydi. Vizual ta'sir pasayadi. Bo'sh kvartira bu imkoniyat. Xaridor o'z hayotini tasavvur qiladi. Sovet. Sotishdan oldin kvartirani bo'shating. Yengil staging qiling. Yorug'lik va stil qo'shing. Shunda kvartira tezroq va qimmatroq sotiladi. Kvartirani qimmat va tez sotmoqchimisiz? Sotuv deb yozing. Sizga to'g'ri upakovka qilaman.